Hamma dumbasini ham soladi, uni ichiga jigarini soladi. Hamma ko'tarini ham soladi, yelini ham soladi-da. 90% buxanka non ekan. Uni piyoz bilan to'g'rab, bir narsalar qilib, qumaloq qilib, haligi hasharchilarga arzon tushsin deb bir 50 ming so'mga qilgan o'sha 30 ta 40 ta shashlik yaratganda bir amallab. Bir narsa qilib uni siqqa ilgan endi uni tuxumga botirgan, uni kilaydiganda xullas. Men aytdim, "Puh qo'yib aka" dedim, qorin tatalab ketdi. Ertalab 8 da ovqatlanish, 9 da ovqatlanishim kerak bo'lgan odam, abitdan keyin 4 da o'tiribman-da dalada. Men aytdim, "Aka, mana shuni ishlasini pishirib bering. 200 ming siz 200 ming 500 ming beraman. Iltimos, sen birov rizqi mayli, siz mashhur odamsiz. Men aytdim, "Mashhurlikni qo'ynak qo'y" dedim. "Shashi ber bidanasi" deb. Keyin shashni pishirdi-da, uni endi sizga haligi shashni unda yesam, pishib qolgan non nechalabda. Aytaman, buni ozgina qiyma ham qo'shmasdan bunga. Sen endi shu bizni sharoitda ishlayapman, sharoitingizga kelguncha uydagilar so'kib keldim. Pitarazlar sallaga uyda nima yetmaydi? Necha mingta shashlik olib kelib bermaymanmi? Eng qimmat shashlikni aytmaysanlarmi? So'qoqda bormi? Shashlik. Voy bilan. Jiyanim ham mana ham shashlikni o'chira olaysiz. Ovozini o'zikda doladidim. Uyasidim. Kalla go'shtiga bo'lgan. Voy olay. So'qoqqa shashlik. Har bola bugun pidaras. Dubayda, Tailandda shashlik yeyishga sharoitim bor. So'qoqda shashlik yeyomadim. O'ldi. Voy bila. Kechagi kun uyimizda kechadan beri bor.